Mani bir mijozim bor, hali yosh, turmush qurmagan. Xohlaydi alohida yashashni. Nega alohida yashash istaging bor deb so'ragan paytimda, oilada juda katta siquv bor. Oilada bu farzand ota-onasi uchun ota-ona o'rniga o'tib qolgan, katta figura o'rniga o'tib qolgan. Ya'ni katta shaxs sifatida o'tirib qolgan. Va bu inson yanayam kattarib, ularga yordam berish maqsadida bo'ldi уже alohida chiqib, endi yanayam kattaroq yordam berish maqsadida mana shu maqsadni oldiga qo'ygan. Agar farzandlaringiz alohida chiqishi sizni qo'rqitayotgan bo'lsa, ularga erkinlik bering. Ularga o'sha uyda farzand bo'lib, erka bo'lib, bola bo'lib yashashiga ruxsat bering degan bo'lardim. Yana ikkinchi tomoni esa farzandingiz ulg'aygan, erta katta bo'lgan va erta hayot mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Bunaqa farzandlarni yo'lini to'sish kerak emas, qattiq munosabat qilish mumkin emas. Ularga erkinlik berish kerak, chunki ular o'zini topmoqchi, o'zini topish uchun yo'lga chiqmoqchi. Ularni qo'llab-quvvatlash, mehr berish kerak bo'ladi. Qo'rqitib yuborish kerak emas.